Akalar, Kia K5 avtomobilini bagajnikliga stolpa prostoy bo'ladi. O'shani biz yonadigan qilib berdik. U dinozavrlar paytida agar videosini topa olsam, mashina Porsche Taycan Porsche'ga o'xshatib qilganimiz bor edi. Tekis liniya bo'lib chiqqani bor edi. Hatto hozir bu radnoy holatida, mash holatini $120 ga qilib beramiz. Original bilan один к одному bo'lib chiqadi. Bu bitta svet yoqiydi. Qarang. Radnoy ham xuddi shunaqa yonadi. Bizda svetodyod tochkalari ko'rinib qolmaydi. Mana tepaga Ahmad bersanglar, mana tochka bor-ku, shunaqa bo'lib qolmaydi. Razmытый bo'lib chiqadi. Keyin original svetodyodga Ahmad bersanglar, xuddi borib semizga o'xshab chiqadi. Ingichka narsadan semiz bo'lib chiqayotganga o'xshaydi. Xuddi shunaqa qilingan. $120 ga qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol tuning murojaat qilaverasizlar. Bir kun davomida tayyor bo'ladi, xudo xolisa. Ishga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar.